Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aka-ukalar, hurmatli ustozlar, og'alar. Mana bugun yangi torimiz tayyor bo'ldi. Bu torimizni Qashqadaryolik Javohir akamiz otalarini tug'ilgan kunlariga xudo xolasa sovg'a qilyaptilar, yaxshi niyat bilan. Hali otasidan xabarlari yo'q. Ertaga 1-mart kuni tug'ilgan kunlari ekan. Shu tor yaxshi kunlariga nasib qilsin, xursandmiz mana. Mana ovozlarini ham chalib ko'rsamiz, duo qilib qo'yasizlar farzandlarni. Jaranglar. Ko'pchilik bizdan so'rashadi, hozir oltin tor moda bo'libdi deb. Hamma joyda yasalgan torlar, yangi yasalgan payti sariq rangda bo'ladi. Keyin yil o'tishi bilan o'zi korичневый shokolad rangiga kirib boradi. Bu Ozarbayjonda yasaladimi, O'zbekistonda yasaladimi, bu tabiiy daraxtdan yasalgandan keyin bunga rang berilmaydi, o'zini tabiiy rangi. Mana qolsasi tut daraxtidan, dastasi o'rik, golubkalari yong'oq daraxtidan yasaladi. Bizga yasab bergan torlarimizga 100% umrbodga garantiya beramiz sifatiga. Nimaga desa, bizda masalan narxlarga yarasha sifatiga ham garantiyali bo'ladi. Shu ko'rib turgan torimiz ham $600 ga zakaz bilan yasaldi. Torli $600, $700, keyin sadafli torli ishiga qarab $1000 dan $2000 gacha ketaveradi. Bu qo'l mehnati, oson ish emas. Bizani klientlar narxiga qarashmaydi, sifatga qarashadi birinchi o'rinda. Bizda har doim sifatli, garantiyali instrumentlar bo'ladi. Mana aktorlar ham hali bu chalinmay turgan holiga shunaqa jarangli. Xudo xolasa qancha ko'p chalingan sari yildan yilga zuvchanasi bundan ham ochilib boradi. Aktorlar ham to'shib hammaga shunaqa yaxshi instrumentlar nasib qilaversin. Sog' salomat bo'linglar.